Favoid fitr ro'za nimada? Nima foydasi borki fitr ro'zani berishlik? Birinchi foydasi shuki, inson ro'za tutishligi bilan badani pok bo'ladi. Ammo fitr ro'zani berishligi bilan insonning moli pok bo'ladi. Ikkinchi foyda fitr ro'za. İnson har bir amalda ki qilaman desa, o'ziga layiq nuqsonoti bor. Ko'toliklari bor. Va lag'u, botil va nojoiz ishlarda inson ichiga anjom beradi. Fitr ro'zani foydai ikkilanchisi shudiki, jibron bo'ladi. O'sha lag'u-ki nuqsonoti-ki ro'za bizga vorid bo'ldi, fitr ro'za uni jibron qiladi. Misliki 2 rakat namoz o'qisangiz, ichiga agar bir lag'u, xato va nuqson amaldan anjom bersangiz, oxirga aytadilarki 2 dafa sajda qilgan. Banomi sajdai sahv deydi. Sajdai sahv ki namozimizga bir mushkil topilgan pillasiga jibron bo'ldi. Fitr ro'za bizga biron mushkil topilganlarini nima qilar ekan? Jibron qilar ekan. Va uchinchisi, badan insonda bir xatarnok, muhlik bir marazlik bor. İnsonning badanini yo botin ichkarisini o'shandan poklaydi. Shuhda, baholat. Baxillik degan narsadan fitr ro'za insonning daruniy ichkarisini nima qiladi? Pok qiladi. Nafs inson nima deydi? O inson, Xudo senga ro'za buyurmaydi, bir oy lablaring qurib, qancha bir qiyinchilik bilan farzandlaringgacha ro'za tuttirding. Bas degan. Xudo yana sendan xohlaydiki, boyat buni ustiga ham sen ibodatni qilib ham yana nima bergin? Fitr ro'za degan bir narsa degani ham bergin. Nafs inson baholatli qiladi. Shu asosdan uchinchi foyda fitr ro'za shudiki, shu baholat degan marzliki insonning qalbini o'ldiradi, o'shandan insonni pok qiladi. Qalbga aytasizki, nafsizga aytasizki, nafs, Xudoyimning amrini muqobiliga menga muzohimat qilma. Men bu to'rfa bug'doyni beraman. Xohlasang ham beraman, xohlamasang. Uchinchi foydasi shu ekanki, botin insonni nima qiladi? Pok qiladi. Va to'rtinchisi, zakoti badan inson. Moli bizga zakoti bor. Va do'koni bizga zakoti bor. Sarmoya va doroy bizga zakoti bor. Badani bizga ham zakot. Bir oy Ramazonning ichiga shu fitr ro'zasi ekan. Shuni berishligi bilan siz badaningizni darvoqe nima qilasiz? Pok qilasiz. Beshinchisi, sadaqai shukrni. Alloh Taolo hamma bizga nasib qilsin ziyorat haramaynda. Vaqtiki siz ko'p bala qiyinchilik taklif bilan ibodatda anjom berib bo'ldingizmi? Alloh taologa shukronasi uchun banomi dammi shukr deydi, qurboniy shukr deydi, bir mol so'yib berasiz. Aytasiz, ey Rabbim, Xudoga shukr. 20 yillab, 30 yillab yig'lab yurgan kishilar bor. Ziyorati o'yinda hech qaysiga nasib qilganing yo'qsan. Valla menga nasib qilib akasan, shu asosdan xohlaymanki bir molam senga so'yib bersam, banomi dammi shukr yo qurboniy shukr deydi. Fitr ro'zasi bor, sadaqai shukr deydi. Alloh Taolo bir oy Ramazon ro'zasini tavfiq berdi. Alloh hidoyat qildi. Bizdan ko'ra javonlar ko'p edi. Bizdan ko'ra sarmoyador ko'p edi. Bizdan ko'ra chalok insonlar ko'p edi. Bizdan ko'ra aloqamand bir ibodatga ko'p edi. Mutaassifona va mutaassifona to'rfog'i tagiga yotib. Ey Rabbim, ro'za oyini bir oyini menga nasib qilding. Lihozo men o'zimga baxotir shukring uchun banomi fitr ro'zangni men nima qilaman? O'zimning tarafimdan va avlodlarim tarafidan. Va 6-si, daskiri fuqaro. Faqir kishilar, yetim kishilar Eid ro'ziga hamma musulmonlar birdek bo'lib Eid qilmoqda. Vaqtiki sizni ko'rasiz, palostiklaringizni ichiga, mo'targinaringizni ko'tiga farzandlaringiz kola kiygan fuqaro va yetimlar agar holi xarob bo'lsa, insonning o'sha xushholligini ham baynan etadi. Tabiatingiz rohat, alhamdulillah, xushhollik bilan ertaman kelibsiz, Parvardigor olamdan ajr fadoshni olmoqchisiz. Ey Rabb, bu ro'z ish takmil bo'ldi. Bu ro'z ko'tara olgan ishim takmil bo'ldi. Bu ro'z birin ajr fadoshni berayotgan ro'zingda. Bu ro'z ujratni berayotgan ro'zingda. Xushhollik bilan kelayotdingiz, kola ham musaffo, tabiatingiz ham rohat,
uydan ham atir uribsiz, hamma narsangiz murattabdir. Darvozani eshigiga ko'rasizki, ikkita g'arib, vaziyati ko'p xarob. Musulmon kishi bor oromishini 10 vohid o'shanga qarab baynan beradi. Shu asosdan fitrozani 7-foydasi shudiki, ya'ni 6-foydasi shudiki, dastgiri fuqaro, faqir kishilarni qo'ldan ushlab, o'zimiz bilan birday qilib o'qitmoq bas.